Koreyada уже soat 8, men challenge qilmoqchiman. Toqqa chiqib makiyaj qilib kelaman. Bu meni lookim. Shunaqa oversize ishdan futbolka sportivniy. Sumkamda hamma makiyaj uchun kerak bo'ladigan narsalar, video olish uchun mikrofon va albatta snack. Chunki chiqishi o'zi yarim soat, tushishi o'zi yarim soat. Tepaga chiqib, chiqqunimcha вообще qorong'i tushib ketadi. Shuning uchun men bunaqa chirag'imni ham olganman qizlar izlashdan. Eslaman borib kelay. Uni tepasiga ham chiqib oldim. Eng qizig'i shtativim qolib ketibdi. Shuning uchun hozir bitta stoykani ustiga qo'yib video olaman. Hozir yuzimda tonapli SPF krem bor, lekin bab yuzimga baza surmaganman. Shuning uchun yuzimni yaxshilab namlantirib olaman. Hech bo'lsa ham juda ham issiq bo'lgani uchun kushon ishlataman. Qizarishlarni shunaqa ham zo'r yopib beradi, yuzingizda вообще lyoqki turadi. Oldin tint ishlataman, chunki pomada o'chib ketadi, a tint bo'lsa kechgacha turib beradi. O'zi kech bo'ldi-yu. Rumyana va teng menda bittada sufle formatda. Turlarni ovoz kelyapti. Eshitishim bo'yicha bu yoqda kechqurun Chiyabor yurarkan. Rangini asalligini qaranglar qizlar. Uning ichida mabod yo'qolib qolsam, uzoqdan ham yaltirab turishim uchun highlighter. Menimcha bu it ovozi. No, все-таки pastga tushmasam bo'lmaydi, chunki qo'rqyapman уже. Всем пока.